Ertalab olib kelgan ko'chma do'konimiz nasib bo'lsa bitta mana. Qorong'i bo'lishiga qaramay ustalarimiz qurib bitkazdi. Endi fasad qismlari qorong'ida uncha ko'rinmayapti. Ichkarilarni ko'rsatamiz. Bu do'konimiz razmeri 5 ga 4 bo'lyapti. Kiyim do'kon bo'lyapti, kiyim sotishga. Shuning uchun devorlarni ham oq, patologlarni ham oq qildik, yarki bo'lishi uchun. Polkalarimiz shu kiyimga moslashilgan, veshilkalari bilan. Takasta solga berdik. Oldi seli o'ynamagan buni. Do'konimizda shu ko'cha ko'rinib turish uchun. Kimga ma'qul bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.